ertaga to'liq videosini chiqaramiz. Tomosha qilinglar. Lekin manzara vahshiy. Chiroyli qilib chiroqlar bilan bezatib qo'yishibdi deb o'tdi, вообще zo'r chiqibdi. Mana ichkarini qaranglar mana. Jahongir kunduz kuni bunchalik chiroyli bo'lmasa kerak. Kunduz kuni bunaqa chiroyli bo'lmaydi, chunki hozir yana ham bilmadim. Endi kunduz kuni kirib ko'ramiz. Mana bu pastdagi projektor deydimi, lampalar deydimi, shularga ham boshqacha emotsiya beryapti, boshqacha adrenalin beryapti. Mana bu yog'ochlarning darvoza. Yog'ochdan qilingan. Ushlab ko'ring. Biz ham 8 ta avlodimizdan anaqa yosh katta bo'lsa kerak buni. 830-yilda ekan. Ha, yo'q. Saroy. Nima? Hozirlar. Tosh hovli saroyi. Tosh hovli. Buni ichiga ham kirib ko'rish kerak. Lekin ko'rishga Zvanogini bosing, dam olmayman. Manzarani ko'rsating, minorani ko'rsating. Mazza qilsin. Mana. Juda ham go'zal manzara. Lekin buni videoda emas, tabiiy kelib ko'rishligi zo'r ekan. Albatta. Tabiiy ko'rsa vaqti boshqacha bo'ladi mana. Shu boshqacha. Nasira? Mana mana shu yerda mana hozir orqamdan ko'rinayotgandir balki. Qaranglar qanaqa chiroyli ko'rinyapti. Juda ham chiroyli. Bekorga oxirgisini Xorazm qilmabmiz-da, haqiqatan. Xorazm haqiqatan chiroyli. Yana orqani qarang narigi tomon. Ichida qarang. Vashshe chiroyli. Vashshe chiroyli. Vashshe mazza qilyapti. Ertaga mana bular ochilar ekan-da bozorlar. Ertaga muzey ochiladi, aka, muzeyga kiramiz. Mana. Ertaga muzey. Muzeylarning ichida juda ham ko'p tarixiy narsalar bo'ladi. Ko'rib tomosha qilib zavqlaninglar deydimi? Mazza qilyapsiz. Havosini qarang. Havo vashshe zo'r. Mana qalani. Go'zal edi. Mana. Mana shu ichiga chiqish kerak. Oldin o'stirgan ekan. Ha, mana shu ichiga chiqish kerak-da, aka. Chiqamizmi? Hozir emas, lekin hozir qo'ymaydi. Ertaga chiqamiz. Ha, ertaga chiqish. Kutinglar. Ertaga shuni ustiga chiqishga harakat qilib ko'ramiz. Da.